hammasi sizlar bilaman. Reverman. Bugun Vanyama 2 qismi. Let's Play 2 qismiga xush kelibsiz deyman. O'tgan qismda men qishloq topdim, mana bunday. Ikkita qishloq chachishib bitgan ekan, menga prosta yoqdi lekin. Pechka ham yasab o'tirganim yo'q. Hop. Biz ana bu yerdagi daraxtlarni hammasini chopishimiz kerak. Shader bo'lgani uchun bug bo'lyapti. Ana suv tagida shader vashi chotki ko'rinadi. Bloklar strukturalari ham o'zgarib ketgan. Shuning uchun sizlarga o'zim ham qiynab o'tirmayman-da. Videoni qirqib tashlaymiz. Do'stlar, men bo'ldi. Hamma narsani chopib bo'ldi. Men bu kirkani hozirgina yangi yasab oldim. Hamma narsa mashinanday. Mana bu yerda ikkita eshik ham bor. Ikkita yotoq ham yasadim. Mana 3-yotoq ichida turibdi. Mana va uni pastda yana shuncha blogimiz bor. Do'stlar, men o'zimni qasrimni hozir sizlarga ta'sirlab bermoqchiman. 20 talik blok bo'ladi. Bu tomoni mana bunaqa. Bitdan toki mana shu daraxt oldigacha u yerdan mashaqqacha qilmoqchiman. Shunda qasrimiz katta chiqadi. Keyin men qasrni 3 qavat qilmoqchiman, chunki yer rosa katta. Do'stlar, men bugun qurishga umuman harakat qilayotganim yo'q. Sizlar uchun 1,5 yoki 2 minut o'tgan bo'lsa, menga 2 soat vaqt o'tib ketdi. Uje 2 soat vaqtim o'tib ketdi. Menga cho'chqaning go'shti yoqmaydi, chunki cho'chqa is haram. Xo'p, do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar, shuncha blok qazidim. Men bu yoqqa mollarni ham qamadim. Sizlarga ko'rsatmasdan, men hali o'zim anaqalarni ko'p ishlar qilaman. Endi men naryoqlarni bitta sizlarga ko'rsatib kelaman-da. 3 minutlik videomizdan keyin mana o'sha yerni o'zi tugaydi. Keyingi qismda biz qasrimizni quramiz. Men vashshi kelajakda orzularim ko'p. Men bu qismni kamida 20 ta yoki 50 ta qismgacha qilib ko'tarmoqchiman. Bu qishloqni zamonaviy qilib, almazniy qilmoqchiman. Mana bu yerga qaranglar. Shuncha ko'chatlar yerda yotibdi, lekin bittasini ham olishim kerak emas. Mana shu yer polni o'rmon edi. Birinchi qismda obunachilarim ko'rgan. Hamma joy o'rmon edi. O'sha pastlar bo'ylab o'rmon edi. Men ularni hammasini chopib tashladim. Menga ko'proq bero'za daraxt kerak bo'ladi. Ammo men ora bak bo'layotgani yo'q, men uni yarmidan ko'p chopib bordim. Do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. Sizlar bilan Rever bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi qismda qasr qanaqa bo'lishini kommentariyaga yozib ketinglar.